Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidamiz. Bahodir akamizning shu Arlovskiy parodadagi biyalari sotuvga qo'yildi. Xudo xolisa o'zlaridan ma'lumotni to'liq olib beramiz. Bahodir aka, bu sotiladigan biyangiz bor ekan. Yoshidan boshlaylik. Yoshidan. Yosh 8 yosh. 8 yosh, ha? Mana ichidagi Hozir bo'g'ozi bu, ha? bo'g'oz, xudo xolasa. Necha oylik? 7-8 oylikmi? 7-8 atrofida. Ha. Xudo xolasa erta bahorga tug'adi. Erta bahorda tug'iladi. Aha. Nechinchi bolasi bo'ladi? Bu 5-bolasi bo'ladi ichidagi. Ichidagi 5-bolasi. Shu paytga 4 bolasi bo'ladi. Bu katta otdan qo'yilgan bu. Aha. Yevropa otidan. Yevrootdan qo'yilgan katta. Burisi necha bu katta otni? Katta otni bo'yi 1.83 edi. Aha. Buni bo'yi Buni bo'yi 68. 1.68. Ha, 1.68. Aha. Yaxshi biya. Har yili bolasini olamiz. Yuvoshligi yuvosh. Yuvoshligi yuvosh. Yosh bolalar ham qaraydi. Yosh bolalar ham qaraydi, ha, to'g'ri, hammasi. Hamma joyi sog'lom, yeb ichishi, ishtahalari. Hammasiga. Ozgina yurg'izing aka. Yurg'izing. Ha, mana orqalari juda kelishgan. Ko'kraklari. Ko'kraklari hammasi kelishgan biya bu. Xudo xolasa bolalari sotilgan-a bularda. Bitta bolasi bor endi biya ichkarida turibdi. Ha, uni agar so'raganlarga rasm videolarni tashlab berasiz. Mana qo'yilgan otni ham rasm anavlari bor, videolari bor. Hammasini tashlab berasiz. Beramiz. Qiziqqanlarga lichkasiga Qiziqqanlarga, tashlab berasiz, xudo xolasa. agar shomal o'zi qilib ko'rsa ham mayli, nima qilsa ham. Ha. Bilan beraveramiz, oladigan. Xudo xolasa garantiyali o'sha 7-8 oylik bo'g'ozligi, katta otdan qochganligi, hammasi garantiya. Sog'lom biya, to'g'rimi? Oyoq qo'li but. Yuvoshligi yuvosh dedingiz, to'g'rimi? Yaxshi biya. Olgan odam baraka topadi buni. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana ko'kraklari. Ko'kraklari pishgan yaxshi. Ha, bundan tug'ilgan qulunlar xudo xolasa aka. Ha, bu o'zi Qirg'izistondan kelgan o'zi bilan. Ha, Chetdan kelgan. Qirg'izistondan kelgan, ha. Qiziqib olgan edik, hozir sal bir narsaga Pul kerakligi uchun majbur sotilyapti aka. Bo'lmasa Ha, o'zi sotadigan biyalar emas bular. yeringiz ham anaqa ekan, yaxshi ekan bu otlarni boqishga. Xudo xolasa Olgan odam kimga baraka topadi, yaxshi. kim olsa mana shu biyadan baraka topsin. Pullarni xudo xolasa kelishtirib qilib berasiz, to'g'rimi? Narxlarini. Aka, narxini necha pul qilib berasiz? Narxini endi qancha desak ekan, endi 6000 deymiz endi. 6000, yana ozgina o'tib berasiz. Xayriga. Endi xayriga o'tamiz-da endi. Ha, savdolashib, savdosi bor, savdo sunnat. Endi kimlardir aytishi mumkin, qimmat u yoqda, bu yoqda deb, lekin yaxshi narsa qimmat bo'ladi, qimmat narsa yaxshi bo'lmaydi. Lekin savdosi bor, savdo sunnat deyiladi. Xudo xolasa mana orqalari, oldilari hammasini ko'rsatdik. Yaxshi biya. Ma'lumotlarini berdik aka, hammasini. Qolgan ma'lumotlari kimga qiziq bo'lsa, yana sizga aloqaga chiqsa, xudo xolasa o'zingiz bitta bolasi qolgan, qolganini olgan. Xudo xolasa Qo'y bilaman deb. ularni ham ko'rsatasiz, xudo xolasa olganlarni. Narxini 6000 qo'ydingiz, kelishtirib berasiz. Sal kelishtiramiz endi. Yo'l yo'rig'ida qilib. Yo'l yo'rig'a qilib. Dastlabki anaqalari bu kelishilgan holda, agar dastlabki bo'lsa qilib berasiz. Qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan narxda. Yo sizdan, yo ulardan bizni kim olsa ham kelishamiz. mana biya ishqibozlariga, haqiqiy ot qilaman deganlarga mana shu Arlovskiy parodadagi biyamiz sotuvga qo'yildi. 1.80lik otdan qochgan. Xudo xolasa 7-8 oylik bo'g'oz. Erta bahorda bitta erkak qulun tug'ib bersa, Xudo xolasa, o'z tekinga qolib ketadi. Bu ana o'zi qochganini ham ko'rsatib beraveramiz. Videolarni tashlab berasiz, Telegram o'ziga da, endi bu YouTube'ga qo'yilmaydi bu videolar, shuning uchun. Hammaga rahmat. Kimga qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar. Bahodir aka, nomeringizni aniq qilib oling. Endi ekranga ham qo'yamiz. 94lik 160 4744 47 44. Mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Yana qolgan nima ma'lumotlari bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rab, o'zlaridan
Kelib savdolashib, ko'rsa ham bo'ladi. kelib ko'rib, adreslarini, lokatsiyani tashlab beradi. Xudo xolasa, mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol. Hammaga rahmat, Bahodir aka rahmat sizga. Charchamang. Sizga ham rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Berzbek.